yanvar oyi. Qor ko'chada tizza barobar qor deydilar. Butun dunyoni qo'lidan hech vaqo kelmadi-yu, hech vaqo kelmayapti-yu. Endi asl basharani ko'ramiz. Shu 5 tani bezdelnik bo'lmasin. Ketayotganda homilador ayoli 3 oylik homilador edi. 9 ta xonadon bor ekan, farishta hech qachon kirmas ekan, qamoqda chiryapti. Umri xazon bo'lyapti qamoqxonada. Ana shu kasofatlarning kasridan 2 ta norasida yetim qoldi. Mana Farg'onada. إذا كنت في نعمة فرعها إن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. Agar Alloh taolo sizga bir ne'mat bergan bo'lsa, mana shu ne'matni mahkam ushlang deyapti. Sizlarni gunoh ketidan gunoh qilaverishlaringiz, itoatsizligingiz, Allohga osiy bo'lishligingiz bu ne'matni qo'lingizdan ketib qolishligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun Alloh taoloning bergan ne'matlariga har doim kecha-yu kunduz sajda bilan, ibodat bilan, zikri bilan shukr qilingki, albatta Alloh taolo o'ch olguvchilarning eng tez o'ch olguvchisidir deyapti. Mana o'ch oldi-ku, butun dunyodan o'ch oldi-yu. Butun dunyoni qo'lidan hech vaqo kelmadi-yu, hech vaqo kelmayapti-yu, hech vaqo kelmaydi ham. Bitta elektronning mikroskopda ko'rib bo'lmaydigan virus butun dunyoni tiz cho'ktirdi-yu. Ojiz qoltirdi-yu. Ne odamlar o'tib ketdi, ne podsholar o'tdi, ne vazir, ne professor, ne boylar dunyodan o'tib ketdi. Na amali, na puli, na tanish bilishi birortasi ularni olib qola olmadi-ku bu o'lim changalidan, virus changalidan. Birodarlar, siz bilan bizni nimamiz bor olib qoladigan? Shunda ham ko'zimiz ochilmadimi? Shu virus bizni har qanday sharoitda ko'zimizni ochish kerak edi. Har qanday sharoitda peshonamizni sajdaga qo'yish kerak edi. Qachon ochiladi ko'zimiz? Bundan kattaroq balo kelish kerakmi? Bundan kattaroq ofat kelish kerakmi? Shunda Xudo deymizmi? Shunda subhanalloh deymizmi? Shunda subhana robbiyal azim deymizmi? Oraylarda bir qanchaylar bugungi bomdodda o'qib kelgan bo'lsanglar, 3dan 2 qisminglar bomdodda o'qimasdan kelgansizlar. Bugungi ibodatni qilmasdan kelgansizlar. Bir banda to'yga taklif qildi. Ertaga bormasam xijolatli bo'ladi degan mulohaza bilan keldik. Lekin Allohning dargohiga borib qandoqman, qaysi ko'z bilan Robbimga qarayman degan mulohaza yo'qligi uchun bugun ibodat qilmayapmiz, birodarlar. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin, ashablaridan Alloh rozi bo'lsin. Ihson sohiblari Abdumalik dodamizlarni, xonadonlari, farzandlar uchun sunnat to'yi, aqiqa munosabati bilan mana shu fayzlik xonadonlarda sizu bizlar guvoh bo'lib turgan bu dasturxonlarni yozib, qancha xarajat, qancha harakat qilib biz ahli ilmlar, mana ustozlarimiz Mashrabjon domlam, Najmiddin domlamlar, mana qorakalarimizni taklif qilib, nafsoniy ozuqa olgan mehmonlarimiz bir ruhiy ozuqa olsin degan mazmunda bir amr-u ma'ruf dasturxonni tashkil qildilar. Endi bu dasturxonni haqqini ozgina ado etamiz degan paytda ustozlardan uzr so'rab, ham izn so'rab ozgina masala qilib beramiz. Hukamolarning hikmatlaridan aytamiz. Hozirgi kunda eng dolzor bo'lgan mavzular tarbiya masalasi, davlatimizda siyosat darajasiga ko'tarildi. Yoshlarning tarbiyasi uchun, ta'lim olishligi uchun, hunarmand bo'lmoqligi uchun alhamdulillah respublikamizda %100 sharoitlar hozir bo'lgan, tayyor bo'lgan. Ilm o'qiydimi? Marhamat. Mana ilm dargohi. Hunar o'rganadimi? Mana hunar o'rgansin. Lekin nimadir bo'lsin, yo ilmli bo'lsin, yo din ilmini o'qisin, yo dunyo ilmini o'qisin, yo qo'lidan bir hunar kelsin. Bezdelnik bo'lmasin, bekorchi bo'lmasin. Hamma narsa bekorchilardan chiqadi.
Umrini anu yerda kompyuter xonalarda o'tkazmasin. Jangarilikni o'rganmasin. Har xil mazza, bemaza odamlarga ergashmasin. Jangari guruhlarga, odamlarni qonini to'kishga haris bo'lganlarga ergashmasin, buzg'unchilarga ergashmasin. O'zimizni sof musaffo dinimizda e'tiqod qilsin, ota-onaga rahmat keltirsin, la'nat emas. Umrini hayotda erkinlikda, oila bag'rida o'tkazsin, ana yerda qamoqda emas. Har xil ishlarni qilib, otani, onani bo'ynini yerga egmasin, tavqilonat keltirmasin. Nima qilsa ham qilsin, mayli chorva qilsin, mol boqsin, dehqonchilik qilsin, nimadir foydali qilsin, manfaatli ish qilsin. Xoyrun nas man yanfa'un nas. Insonlarning eng yaxshisi odamlarga yaxshilik qiladigan, eng ko'p yaxshilik qiladiganidir deganlar. Ana yerda o'tirmasin, chiqib olib nardani so'rib, nosni chekib, so'lagini oqizib, umrini o'tkazmasin. Nimadir zikr qilsin, farzandlarga ta'lim bersin, navaralarga la ilaha illallohni o'rgatsin, Muhammadur Rasulullohni o'rgatsin. U yerda nosoy chekib o'tirib narda o'ynasa bola nima bo'ladi? Navaradan kim chiqadi ertaga? Hukamolar farzandlarni 5 toifaga bo'lgan ekanlar. Mana shu temani, shu mavzuni hozir ko'p gapirishga to'g'ri kelyapti. Mana shu yerda boring 300 odam durimiz, shu 5 tani bittasiga tushamiz. 6-inchisi yo'q. Endi asl basharani ko'ramiz. Mana shu 5 tani eshitamizda biza qaysi biriga to'g'ri kelar ekan biz. Bugun hayotimiz qanaqa o'tayapti? Kelajak hayotimiz nima kutyapti bizlarni? Mana shu 5 ta narsadan bilinadi. Birinchi toifa farzand, Allohni o'zi dushmanimizni ham asrasin bunaqa farzanddan. Haligi inson boshiga bir sinovlar kelganda, bir balolar kelganda, o'sha balolarni o'ta og'ir ekanligini ifoda qilmoqchi bo'lsa, voy men ko'rganlarimni dushmanim ham ko'rmasin, dushmanimga ham ravo ko'rmayman deydi. Tamom, undan keyin boshqa gapni keragi ham bo'ldi. Boshqa gap sig'maydi hamda bundan keyin. O'ta mudhish sinov ekanligini ifodalash uchun men dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bo'lmasa dushmanga hamma narsani ravo ko'rib yuruvdi, baloni ravo ko'rib yuruvdi, la'natni ravo ko'rib turuvdi. Chunki dushman-da. Nima uchun desa, dushmanga adovati bo'lganidan, lekin dushmanni o'zini oilasi, o'zini bola chaqasi to'g'risida yaxshi niyatlari bor ekan, uni ham orzulari bor ekan. O'shaning uchun ham dushmanimga ham ravo ko'rmayman degan gap ifoda ishlatilgan, termin ishlatilar ekan. Xudo asrasin, dushmanimizga ham ravo ko'rmaymiz bunaqa badbaxt farzandni. U kim desa, u farzand ota-onani birorta buyurgan ishini qilmas ekan. Yo'qmi hozir oralamizda bunaqa farzand yo'qmi? Bizlarda yo'q bunaqa farzand. Har qadamda bor, har xonadonda bor. Qilmayapti-ku. Buyuryapti, ota umid bilan shuni qilib qo'yar deyapti, anaka borib kelar, anuni olib kelar, anuni olib borib berar deyapti. Uni ham qilmayapti, buni ham qilmayapti. Bor bunaqa farzandlar. Nega bo'lmasa kosasi ko'karmay yuribdi, ertadan kechgacha yuribdi, cho'ntagida 1 so'm puli yo'q, yana karillagan. Undan boyvachchasi yo'q o'zini tutishda. Ota buyurgan bo'lsa nima? Yomonlikni buyurdimi? Bola ana u yerda o'tni o'rib qo'y, sigirga o't berib qo'y, ana agorodni chopib qo'y, ekib qo'y desa, yomonlikqami? Otaga nima kerak? Otaga bir burda non, bir piyola choy bilan o'zi masalasi hal bo'lsa, uni buyurayotgan bo'lsa, oila uchun, o'zi uchun, ro'zg'ori uchun foydada buyuradi. Shuni ham qilmaydimi? Kimga buyursin? Qo'shni o'g'ligami? Yo mardikor olib kelib qildirsinmi? Uyda ho'kizday 3-4 ta ho'kiz turibdi-da, ular qilmasdan boshqa mardikor qilsinmi? Nima deydi oxiri? Uni buyuradi, qilmaydi, buni buyuradi, qilmaydi. Ota ketdi buyurib, ishga ketdi, ko'chaga ketdi, ehsonga ketdi-da, kelsa, u ham qilinmagan, bu ham qilinmagan. Duo qiladimi? Ke bolam, umringdan barakat top. Jo yaxshi qilsan-da shuni qilmasdan meni xursand qilding. Iloho umring uzoq bo'lsin, topganlaring to'ylarga buyursin deydimi? Kim qiladi? Bu duoni qilish uchun ota jinni bo'lish kerak. Qilinmagan ishni
evaziga duo qiladigan ota jinni bo'lish kerak. Sog' odam buni qilmaydi. Sog' odam nima deydi? Badbaxt deydi. Shuni qilmas ekansan, qilmasligingni menga aytmaysanmi? O'zim qilardim deydi. Bir buyuradi, ikki buyuradi, uch buyuradi. Qilmagandan keyin qo'y deydi, shunga nima ham baraka topdim, bunga ish buyurib deydi. Bu farzandlar, birodarlar, ota-onaga oq bo'lishlikka birinchi nomzod farzandlar ekan. Birinchi nomzod farzand ekan. Oq bo'lishlikka. Farzand 36 o'rinda ota-onaga oq bo'lar ekan. 36 amal bilan, 36 harakat bilan ota-onaga oq bo'lar ekan. Birinchi pog'onasi farzandni muomalasidan, qo'polligidan, siz meni ishimga aralashmang, meni ishimga burningizni tiqmang, nima men hali ham yosh bolaman, men sizga deb gap qaytarsa yoki birorta xatti harakati bilan otani qo'lini siltavorsa yoki itarvorsa, qo'pollik qilsa, ana shundan dili og'rigan ota yo onani ko'ziga yosh kelib, ko'zidagi yosh shashqator bo'lib oqish shart emas ekan. Kiprigini tagi nam bo'lib qolsa, o'sha ko'z yosh bilan farzand oq bo'lar ekan. Oqlik tushar ekan. Oq bo'lgan farzandga keladigan kasofat 9 ta xonadon bor ekan, farishta hech qachon kirmas ekan. Ana shu 9 ta xonadonning bittasi ota-onaga oq bo'lgan farzandning xonadoniga hech qachon farishta kirmas ekan. Farishta kirmagan xonadon g'urbatxona, la'natxona, shaytonxona bo'ladi. Fayz, barakot bo'lmaydi. Bu birinchisi. Ota-onaga oq bo'lgan farzand hech qachon ishlamasin, hech qanaqa ish qilmasin degan. Ishlasa ishlayveradi. Borib Rossiyada ishlaydimi, Koreyada ishlaydimi, Amerikada ishlaydimi, qayerda ishlasa ishlasin, lekin biri ikki bo'lmaydi, kosasi ko'karmaydi deganlar. O'zimizda ham bor bunaqalar. Mana Rossiyalarga borib qancha yillar yurib, quruq ikkita barmog'ini burniga tiqib kelayotganlar yo'qmi? Bir so'msiz o'sha yoqqa borib olib turib hali bir so'm yubormagan, oilasiga xabar olmaganlar yo'qmi? Bechorani xotini erli bo'lib, erlik emas, beva bo'lib, beva emas, ketayotganda homilador ayoli 3 oylik homilador edi. Hozir o'sha bolasi tug'ilib 5 yoshga yetdi, hali otasini ko'rmagan, otasini tanimaydi. Bular nimadan? Kimdan? Ana shu ota-onani ranjitganligidan, birodarlar. Shu yerda ishlaysizmi, nariroqda ishlaysizmi, farqi yo'q. 1-2 bo'lmaydi. Erta bilandan kechgacha dalada ketmon chopsin, erta bilandan kechgacha taksi minib Toshkentga qatnaydimi, undan nariyoqqa qatnaydimi, 1-2 bo'lmaydi. Qornini to'yishiga yetadigan narsa kelib turadi, lekin nariyoqda 10 ming yoki 5 ming dollar saqlab qo'ygan, molxonada 4 ta 5 ta ho'kiz bog'lab qo'ygan, 20 ta qo'y tashab qo'ygan inson bo'lmaydi u, birodarlar. Qachon bo'lsa muhtoj, qachon bo'lsa qarz, ana unga borgan to'y qilyapman, ana unga borgan mundoq bo'lyapman, ana unga borgan kasal bo'lib qoldim, kasalim mana shunda qilib xo'rlik bilan o'tadi. Yo'qmisizlarda? To'lib yotibdi, har qadamda bor. Hozir yigitlar bor, hech vaqosi yo'q cho'ntagida. Ota-onasi uchun bir xarajat qila olmaydi, oilasi uchun bir zo'r xarajat qila olmaydi, ro'zg'or qila olmaydi. Nimadan bu? Ota-onani buyurganini qilmaganlikdan. Mana yosh kattalar ham bordir. Bugun otasiz, farzandingizga ish buyuryapsiz. Bolam ana uni qilib qo'y, bolam ana uni qilib qo'y deyapsiz. Qilmayapti. Nimaga u? Nimaga qilmayapti? Chunki o'sha bolangiz yoshida paytida otangiz buyurgan ishini qilmagan edingiz. Ota buyurgan ish, bola bajarmagan ish o'zidan o'zi bir joyga yo'q bo'lib ketmaydi, birodarlar. Ota farzandga ish buyurdimi, farzand qilmadimi, o'sha qilinmagan ishni farishta shundoq oladida arxivga solib, sefga solib qo'yadi. Yillar o'tadi. Yillar o'tadi. Shu ish bajarmagan, ish buyurilgan ishni qilmagan farzand bir kun ota bo'ladi. U ham ota bo'lib farzandlariga ish buyuradi. Ana uni qil, mana uni qil deydi. U arxivdagi narsani farishta shundoq oladida otasi bilan farzandini o'rtasiga qo'yadi. Mana bir paytlar sen ham otangni buyurganini qilmaganding, endi qaytar dunyo, o'zingdan chiqqan baloga qayga borasan davoga, endi farzanding ham qilmaydi, o'rtaga qo'yib qo'yadi. Ana shu sizga qaytaveradi. Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayh inson tanasini toqqa o'xshatganlar.
Qanaqa haqiqat, qanaqa mantiq bor bunda? Qani aytingchi? Inson 80-90 kilo lahm, suyak, go'sht bo'lsa-da, toqqa o'xshashi mumkinmi? Tog'ni sifatlari bor ekan, qishda muzlab qolmas ekan, yozda erib ketmas ekan, shamolda uchib ketmas ekan, shunda salobatli tog' qandoq qilib insonga o'xshashligi mumkin? Buni ma'nosi shu ekanki, toqqa chiqib, tog'da hey degan inson, baqirgan insonni dovushi o'ziga eho bo'lib qaytganidek, qayta qaytgandek, farzandning ota-onaga qilgan muomalasi o'ziga hayotda eho bo'lib qaytaveradi, birodarlar. Bugun farzandingiz aqllik aytganingizni qilayotgan bo'lsa, u osmondan tushgan emas. Bugun farzandingiz kuydurgi bez bo'lsa, gezarib tursa, aytganingizni qilmasdan u yerni qa'ridan chiqqan emas. Uni ham, buni ham dunyoga keltirgan ota-ona, birodarlar. Mana endi bugun o'shani azobini tortyapsizmi? Farzandlaringiz buyurganingizni qilmayapti, yo'rig'ingizga yurmayaptimi? Uni o'ziz dunyoga keltirgansiz. O'ziz shunga xizmat qilgansiz, birodarlar. Umringizni oxirigacha shu azobni yashab o'tasiz. Boshqa iloji yo'q. Yoshlar, ko'zinglarni ochinglar. Bugun yoshsizlar. Bugun dadaylar sizlarga ish buyuryapti. Nechtasini qilib, nechtasini qilmayapsizlar. Qanchasini bajardinglar, qanchasini bajarmadinglar. Bajargandan qancha duo olib, qancha xursand bo'ldi-yu, bajarmaganinglardan qancha xarpa bo'lib, qancha diqqat bo'ldi. Kelajaginglarni bugun tuzmasanglar, birodarlar, ertaga kech bo'ladi. Mana bu gapdan eshitib, bugun razvorot qilish kerak. Bu shayton yo'lidan, la'natini yo'lidan, do'zax yo'lidan razvorot qilish kerak. Rahmon yo'liga, islom yo'liga qaytish kerak. Yo, men narigi razvorotdan qaytaman, boraveraychi desangiz, u razvorotga yeta olmasligingiz aniq. U razvorotdan qayta olmasligingiz aniq. O'shaning uchun bugun o'zingizni, kelajak avlodingizni hayotini o'rtaga qo'yib qo'ying. Mana qorakam guvoh. Ko'chada ketyapmiz, bir insonni ko'rsatdim. 50larga yetib qolgan. Ko'rinishidan it hazar qiladi. It hazar qiladi. Usti boshidan it hazar qiladi. Bir 18-19 yashar o'g'lini ergashtirib olgan ketida. Mana buni ko'ryapsizmi dedim. Kim bu dedi. Bu kasofat dedi, mana shu kasofat. 5 ta aka-uka otani urgan mashular dedi. 5 ta aka-uka urgan. Yo aka bo'lib, aka, "Ey badbaxtlar, axir bu otamiz surmagan. Yo o'rtanchasi, yo kichkinasi, voy baraka topdilar, bu dadamiz surmagan." 5 ta aka-uka otani talab urgan. Ko'zing oqib tushsin degan. Ota qaragan. Katta akasining ko'zi oqib tushgan. Hozir ko'z yo'q, o'tiribdi. Qolgan 4 ta aka-ukalari hammasi 48, 50, 46 yoshlarda bugun ko'chada musul deydi. Bakarashga kelib yuribdi. Katta qopni orqalab olgan, bolalari ketida ergashib, yordam qilib musul kelib yuribdi. Bu ifloslarni avlodi davri qiyomatgacha musul keladi. Musul tutadi. Undan boshqa ulardan boy, ulardan bir zakot beradigan, ulardan bir yetim yesirni boshini silaydigan, yo bir masjid quradigan, yo birovga bir yetimga uy qurib beradigan boy chiqmaydi. Birorta bir lavozim egasi chiqmaydi, yo olim, yo bir ilmli inson chiqmaydi. Hayotda ko'rgansiz. Birorta bitta odamni ko'rsatib bering, mana ota-onani ursa ham, buni yashayotgan uchastkasini uncha odam qila olmaydi. Otani ursa ham mana undaqa mashinalar minsa bo'lar ekan. Voy otani urganini shu paytlar bir paytlar qarang, bir firmani boshlig'i 500 ta odam qo'lida ishlayapti. Yo hokimiyatda hokim, yo zam hokim degan bitta odamni topib bering, bormi shular? Bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. Chunki Allohning va'dasi bundaqa emas. Otani urarmishda, u lavozimda o'tirarmish. Otani urarmishda, u zo'r mashina minarmish. Otani urarmishda, cho'ntagi to'la pul bo'lib yurarmish. Bu mutlaq bo'lmagan gap, birodarlar. Men shu ishni qildimmi, ota-onani ranjitdimi, tamomsiz. Kelajakdan umid qilmang. Ertaga ulug' yoshga yetaman, piru badavlat bo'laman, bolalarimroq ovora bo'lmang. Ertak bu, birodarlar. O 100 ga chiqqan taqdiringizda ham xorlik hayotdan boshqa narsa.
o'limizga rozi, qoningizga tashna qiladi bu bolalaringiz. Agar bugun farzandingizni to'g'ri tarbiyalamasak, agar bugun otamizni bugun xursand qilmasak, bugun duosini olmasak, birodarlar, hammasi juvarmak bo'lib ketadi. Mana o'sha qaysidir oqimlarga aralashib, kimlarnidir va'dasiga ishonib ketgan o'sha Suriyagami borib qon to'kayotgan qonxo'rlar, yana nima deydi? Bir kasofati O'zbekni deydi, o'zbek xalqini yo'qotishga, u iflosi o'zi o'zbek o'zi aslida. O'zbekni yo'qotish kerak deyapti-da. Sen kimsan sen? Sen bir sotqin iflossan. Otangni la'natini olgan, onangni la'natini olgan bir vatan purussan. Sen o'zing xor bo'lib, o'zing yo'q bo'lib ketasan. Undan boshqa qismat yo'q bularga, birodarlar. Mana otasi unga qo'shilma, u yomon odam, u yomon odamlarni bolasi, bu yaxshi odam emas, undan uzoq yur, bundan uzoq yur dedi. O'shanga yurdi, o'sha ifloslarga qo'shilib bir jinoyat qildi, otani qaytargan yo'ldan qaytmaganligi uchun hozir necha yillardan beri umr qamoqda chiryapti. Umri xazon bo'lyapti qamoqxonada. Endi afsus, men afsus qilaman, meni kechirishingizni xohlayman. Odam o'ldirgani ham shu, boshqa qilgan. Odam o'ldirish hozir hech narsa bo'lmay qoldi. Mana kechaginda Andijonda maktab o'quvchisi 3 ta sinfdoshini pichoqladimi? Kimdan o'rganyapti bular? Qayerdan? Qaysi institut, qaysi oliygohda bularni qotil qilib yetishtiryapti? Qaysi maktabda shuni o'rgatyapti? Qani aytinglar. Yosh bola-ya 50 yil oldin bo'lganmi? Maktabda palonchini pichoqlab qo'yibdi deganini eshitganmisiz? Hozir chiqyapti. Nimaga? Hozir o'sha kompyuter o'yinlarini ochib qo'yib daromad qilayotgan ifloslar bularni dunyoga chiqaryapti, maydonga chiqaryapti. Jangarilikni o'rganib, qon to'kishlikni o'rgatyapti. Shularni otasi rozimi? Shularni onasi rozimi? Shu ishlarni qilgan. Mana Farg'onada eri xotinni o'ldirdi, ishchi bo'lib kirib uyga. Bir umrga qamaldi, umrbodga qamaldi. Kechaginda sudini ko'rsatdi-yu. Bittasi 25 yil, bittasi 23 yilga qamaldi. Nima bilan? Shular ota-onaga rahmat olib berdi deysizmi? Ota-ona xursandmi shulardan? Bir umr yuzi shu endi bechoralar mahallaga qo'shila olmaydi. Ana shu kasofatlarni kasridan 2 ta norasida yetim qoldi. Otasidan, onasidan ajradi. Ularning qismati nima bo'ladi ertaga? Kim javob beradi ularga? İkinci toifa farzand ota onani buyurganini qilar ekan, zo'r akayiga qilar ekanda, zo'r akayiga majbur qilar ekanda, yoqtirmasdan qilar ekan. Nima, menmi faqat topfaganingiz menmi? Mendan boshqa farzandlaringiz yo'qmi? Nimaga akamga buyurmaysiz? Nimaga ukamga? Qachon bo'lsa menga, nima men o'gaymiman sizlarga deb, mana shu sasib qilar ekan, shu sasib ish buyurganiga ming pushaymon qildirib qilar ekan. Yo'qmi bunaqalar ham? Har qadamda bor. Hamma xonadonda bor. Yoqtirmayapti. Bu farzandlar ota-onani buyurganini qilib majbur qilganligi uchun bu ishga farzandga savob yozmas ekan, Xudo savob bermas ekan, ajr bermas ekan. Bu ham bir ikki bo'lmaydigan, kosasi ko'rmaydigan farzandlar qatorida ekan. Uchinchi toifa farzand ota-onani buyurganini qilar ekan, lekin qilib minnat qilar ekan. Har gapida minnat. Ay, yeganiz oldingizda, yemaganiz orqada. Shukr qilib o'tiravermaysizmi? Nimaga meni ishimga aralashurasiz? Hadi, men yosh bola emasman-ku. Yeb o'tiravering, kecha kasal bo'ldingiz, banisada 5-10 kun yotdingiz, qancha dori darmonlar oldingiz, qaysi pensiyasiga oldingizdir ekan. Axir shuni qildim-ku, men qilyapman-ku, yana nima qilib beraydir ekan. Hajga borib keldingiz, qaysi pensiyasiga bordingiz? Axir berdim-ku, shu borib keldingiz-ku. Ha, uni ham minnat qilaverar ekan, uni ham minnat. Otani dasturxoni to'la, lekin bechora ota dasturxondagi narsaga qo'lini uzata olmaydi, xalqumidan o'tmaydi, chunki shu ertaga farzand tomonidan minnat qilinadi. Sen kimsan? Xudo urgan, sen minnat qilyapsan. Nima qilib qo'yding otangga, onangga? Nima qilib qo'yding? Shu darajada zo'r xizmat qildingmi?
Minnat qilasan, axir bir parcha et yeding-ku, yalang'och, bitta maykasiz, tursisiz dunyoga keluvding-ku, sani ustingga mayka tursi kiygizgan insonlar shular-ku. Ana yerga tashab qo'ysa ochlikdan pashshaga yem bo'lib o'lib ketarding. Sanga ko'kray bergan, kechqurunlari yarim kechada turib, sani qorningni to'yg'izgan, axlatingni non yeydigan, tabarruk qo'li bilan jirkanch axlatingni changallab tozalagan, burniga yo maska kiymagan hididan, sassiqligidan, yo qo'liga perchatka kiymasdan shu qo'li bilan tozalagan onang shuku. Sen nima ishingni, qaysi xizmatingni sen minnat qilyapsan? Yo boyvachcha bo'lib, puldor bo'lib, ishbilarmon bo'lib, tadbirkor bo'lib dunyodan kelganmiding? Tug'ilganmiding, osmondan tushganmiding? Seni odam qilgan shuku seni odam qilgan. Bular bo'lmasa sen odam bo'lmas eding sen. Seni odam qilgan shu. Sen endi nimanga minnat qilasan? Nima ish qilib qo'yding? Qani ko'rsat. Minnat qilsa shular haqli edi-ku. Arzimagan narsani qilib o'zimizcha pishqirib yuramizda, uni o'qib qo'ydim, bu qilib qo'ydim qilib. Yigitlar bor. Dadasini boshida ko'taryapti, onasini boshida ko'taryapti. Nima qilsa qilsin, Xudo rozi bo'lsin deb ota uchun qilyapti. Ulfatchilikdan bo'shamaymiz, choyxonadan, gapdan bo'shamaymiz. Ulfatlar bilan kunda, hafta ora kunora qo'y yog'i lazer guruchi yoki devzira guruchi yoki alisalarda nima deydi? Cho'ng'arami nima deydi? Ha, shuni uryotib biz. O'sha ulfatlar bilan shu osh yeyotganda biz beparosatlar o'ylayotganimiz ham yo'q, men-ku osh yeyapman qo'y go'shiga, onam nima yeyotgan ekan, otam nima yeyotgan ekan, uyda deb ham qo'ymaymiz. O'sha ulfatlar bilan yegan oshni ota-ona bilan birga o'tirib yesa bo'lmaydimi? Nima, saniki jon ularniki baqalajonmi? Sani xohlagan nafsing ularniki xohlamaydimi? Yeganda qancha yevoradi? Tog'i yevoradimi? Yesa bir chuqum yeydi. O'shani ota-onang bilan ye, ulfatchilik qachon tugagan? Qani ulfatlar o'zi? Vali do'stmiz, palonmiz tugagan, hammasi sotqin, bir-birini sotib ketadi. Boshiga ozgina balo kelsa, hammasini. Men shunaqa insonlar ko'rganman, boyligini cheki yo'q. Shunaqa toparmon, tutarmon, bir-birini to'ylarda $1000 pul berib yuboradi, to'yini berib yuboradi. $2000 gap o'ynaydi bir-birlari bilan. O'sha 10-15 ta ulfatda bittasini haqida bir sinov kelib turib, bir ana yerga olib kirib qo'ysa, o'tga podvalga olib kirib qo'ysa, eshitdilaringmi? Palonchini olib kirib qo'yibdi degan xabar ulfatlar orqasida tarqasa, o'sha ulfatlar o'sha kuni kontaktdan o'chirib yuborgan, o'sha qamalgan ulfatini kontaktdan o'chirgan. Nega? Ertaga meni ham chaqirib doпрос qilib qolmasin, shu bilan kontakt bor ekan, aloqang bor ekan deb kontaktdan o'chirgan birodarlar. O sizni yerni qariga olib kirib qo'ymaydimi? Ota-onangiz sizni kontaktdan o'chirmaydi. Qaytaga men kirsam bo'lardi shu yerni qariga, bolam o'rniga deydi. Shu bilan do'st bilan dushmanni kimligini bilib oling. Bugun do'stman deb turgan atrofingizda sizni pulingizdan, sizdan keladigan manfaatdan labini yalab turganlar ertaga tashab qochib sotib ketadi birodarlar. Aslo o'xshamas ular do'stingga hech qachon tiqishmas somon postingga ota-ona haqida aytadi. Qanchalar postimizga somon tiqib ketdi qani? Bir hayotda ko'raylik, do'stman deganlar qani, atrofda kim qoldi? Otadan, onadan boshqa kim qoldi? Jonimizga kim yaradi? Kunimizga kim yaradi? Yo'lma-yo'l kim ko'rsa, masjidlarga borsa, qoraga duo qiling, ishim yurishmayapti, qoraga duo qiling, qarzdorman, qoraga duo qiling, safarga ketyapman, qoraga duo qiling, o'g'il farzand talabidaman, qoraga u, qoraga bu. Qoragadan nima qilasan? Duo so'rab? Nima, qoragan duosi ijobatligi va'da bormi? 3 ta toifa duosi ijobat bo'ladigan zotlar bor. Ularning ichida qoraka yo'q birodarlar. Ota-onaning duosi, musofirning duosi, mazlumning duosi ijobatligiga shak yo'q. Bu yerda qoraka yo'q, 4-inchisi yo'q birodarlar. Qorakaga pul bersang duo qiladi.
Ko'proq bersang 2 marta duo qiladi, 3-marta vobshe qilmaydi 3-marta duoni. Ota-onang bersang ham qiladi, bermasang ham qilaveradi. Qaytaga bera olmayotganini ko'proq qiladi. Shu bolamni ham akasidan kam qilmagin, ukasidan kam qilmagin deydi. Bolam sendan ko'nglim to'q, akangdan xabar olib turgin, seni ishlaring yaxshi, akang sal qiynalib qoldi dedi. Kim bunaqa mehr beradigan? Kim bunaqa yo'qlovchi? Qayerda bor bunaqa do'st? Endi bu toifa mana 3 ta toifa. Birinchisi ota-onani buyurganini qilmaydi, oq bo'lishga haqli farzand. Ikkinchisi ota-onani buyurganini zo'rma-zo'raykagiga qiladi. Bunga hech qanaqa ajr yo'q. Uchinchisi ota-onani aytganini qiladi, minnat qiladi. Bu gunohkor deb yozilar ekan. Qilgan bilan minnat qilgan gunohkor yozilar ekan. Qani mana shu 3 ta toifani qaysi biriga to'g'ri kelyapmiz hozir hayotimizda? Qaysi biriga tushib? Birinchisigami yo ikkinchisigami yo uchinchisigami? Bir taroziga qo'yaylik o'zimizni. To'rtinchi toifa farzand loqal shunisi nasib qilsin bizlarga. Shunisini nasib qilsin. To'rtinchi toifa farzand ota-onani buyurganini qilar ekan, qilganda ham qoyil maqom qilib qo'yar ekan. Qoyil maqom qilib qo'yar ekan. Bolam agorodni o'yib qo'ygin, chopib qo'ygin dedi. Agorodni chopib qo'yib, agatlarni olib ko'chata mekib qo'yar ekan. Bitta shu meni yeri o'yib qo'ydigindigi demas ekan. Bolam yo'ling bozorga tushsa, kalosh olib kelgin, kaloshim yirtilib qopti desa, menga o'xshagan beparosat farzand bo'lsa, kalosh ko'tarib kelaveraman, dadam kalosh dedi deb. Ko'tarib kelaveraman. Chunki aytganini qilyapman-da. Endi afzal farzand, farosatli farzand qanaqa qiladsa, dadasiga kaloshni mahsi bilan qo'shib olar ekan. Kaloshga patak olar ekan. Ustiga bir chakmon olar ekan. Boshiga sov bo'lsa yo telpak yo do'ppi olar ekan. Farosatli farzand shundoq bo'lar ekan. Bolam yo'ling tushsa bir nok olib kelgin, bitta ikkita nok ko'ynim tusayapti desa, ona menga o'xshagan beparosat bo'lsa, nok ko'zini ko'tarib kelaveradi. 2 kilomi, 1,5 kilomi olib kelaveradi, nok dedilar deb. Farosatli farzand shaftolini yoniga olma qo'shib, yaxshi uzumlardan qo'shib olib kelar ekan. Mana ona der ekan. Bir hoji aka bo'lardilar. Alloh rahmat qilsin. 82-83-yillar yanvar oyi qor ko'chada tizza barobar qor deydilar. Onamlarni oyoqlariga boshimni qo'yib, bolaligimni eslab yotimman, onam ham boshimni silayapti. Bolam labbay, onajon, bozorlarda qulpinay bormikin deb qoldilar deydi. Yanvar oyida. Tasavvur qiling. Menga o'xshagan befarosat bo'lganda shu hoji aka, qarib qoldingizmi, ona tomiz ketib qoldimi? Shu ko'chada qor qanaqa qulpinay deydi-da menga o'xshagan bo'lsa. Farosatli odam edi, aqlli odam edi. Ha onajon bor qulpinay. Qulpinayigiz kelyaptimi? 3-4 ta bo'lsa yerdim bolam. Bo'ldi olib kelaman dedimda deydi, chiqib Moskvani samolyotiga o'tirib Moskvadan 3-4 kilo qulpinay olib keldim ertasi kuni dedilar. Oldilariga qo'ydim. Shu 3 tami 4 ta edilar. Qo'llarini duoga ko'tarib shunaqangi duo qildilar. Shu duo dargohga yetayotganini his qilib turibman. Vujudim his qilib turibdi. Onamlarning duosi hozir Allohga yetib turibdi. O'sha kundan boshlab hayotim tamom o'zgarib, dunyo bola, dunyo boyligi ketimdan quvlaydigan odam bo'lib qoldim. Onamning duosi bilan dedilar. Shu qiyinmi? Hozir qishda qulpinay yegisi kelsa Moskvaga borish shart emas. Korzinkalarda bor. Makrolarda bor, bozorlarda ham bor, dehqonlar mirishkor bo'lib ketgan. Shu qiyinmi? Bitta ko'yni tusaydigan narsani olib berishlikka qurbimiz kelmaydimi? Shu ham qo'limizdan kelmaydimi? Shuni ham qila olmasak, nima deb odammiz deb bosh ko'tarib dunyoda? Qani ayting. Bugun onangizga 200 ming so'mga bitta jempir olib kelib bering, 200 ming so'mga bitta jempir olib keling.
Ona mana shuni olib keldim sizga, salqin bo'lib qoldi, kiyib oling deng. Kecha-yu kunduz duo qiladi. Akangizga ham, opangizga ham, ukangizga ham, qara ukang olib keldi, qara akang olib keldi, baraka topsin, umri uzoq bo'lsin. Kelgan opa singlisiga ham, amma xolangizga ham, voy mana uni bolam olib berdi, umri uzoq bo'lsin bolalar. O'sha 200 ming so'mga onangizga olgan jemperni xotiningizga olib keling, mana shunga teng ko'rdingizmi deydi. Nima deb olib keldingizmi uni deydi. Mana ona bilan xotinning farqi birodarlar. Beshinchi toifa farzand endi bu 1000 dan bitta bo'lar ekan, 2000 dan bitta bo'lar ekan. Bu farzand qanaqa bo'lsa, ota-onani dunyo qarashini o'rganar ekan. Ota qanaqa gaplardan, qanaqa muomaladan ko'ngli ko'tariladi, xursand bo'ladi. Qanaqa gaplardan siqilib diqqat bo'lib qoladi, siqilib qoladi, kayfiyati buziladi, shuni bilar ekan. Kayfiyatni ko'taradigan gaplarni topib gapirar ekan. Siqib qo'yadigan, diqqat qilib qo'yadigan gaplardan saqlanar ekan. Ota qanaqa ovqatni, ona qanaqa ovqatni yaxshi ko'radi? Go'shtli ovqatnimi, go'shsizimi, quyuqmi, suyuqmi? Ana shu yoqqanini hozirlab tayyorlab berar ekan. Xo'l mevalardan mana bu shaftoli, nokmi, olmami qaysi birini ishtaha bilan yeydi? Nima narsalardan mazza qiladi? Qanaqa kiyimlarni kiysa xursand bo'ladi? Hammasini ota-ona aytmasdan muhayyo qilib qo'yar ekan. Ota-onani aytishiga joy qoldirmas ekan. Mana shu 5-toifa farzand 8 ta jannatni xohlagan eshigidan kirishlikka haqli farzand ekan birodarlar. Shundan bu hayot o'yinchoq emas. Jannatga kirish har kimga emas, birodarlar. Ota-onani rozi qilish ham har kimga nasib qilmaydi. Agar ota-onangiz norozi bo'lgan holatda, boyagi 3 ta toifa insonni qilig'ini qilib, ota-onangizni kuydirib, xafa qilgan holatda agar dunyodan o'tib ketgan bo'lsa, buni faqat tavba bilan, ota-onangizni yaqinlariga yaxshilik qilishlik bilan, amma xolangiz, amaki, tog'alaringizga yaxshilik qilishlik bilan, yetim yesirlarga saxovat qilishlik bilan, 5 mahal namoz o'qib, Allohumma ma'firli val volidayya bilan ihson qilib, otangizni, onangizni nomidan ihson qilishlik bilan yuvishlik mumkin. Bo'lmasa buni iloji yo'q. Xorlik hayot dunyoda ham, oxiratda ham xorlikdan boshqa hayot kutmaydi. Agar taqdirimda yaxshilik bo'lsin, odamdek yashay desak, 3 toifani holidan qochish kerak bugun. 4-chi, 5-chi toifa bo'lishlikka harakat qilish kerak bugun birodarlar. Alloh taolo barchamizni aytilgan masalalarga amal qilishligimizni Alloh nasib qilsin. Farzandlarimizga Xudo insof bersin. Bugun otasini, onasini qariyalar uyiga olib borib qo'ygan kasofatlarni Xudo do'zax yo'lidan qaytarsin. Ota-onasini qaytarib olib kelib xizmatini qilib duosini olsin. Xor uyma-uy bilaman, eshik ko'rsatishim mumkin shu shahar atroflarida. Boyagindan boshqa narsa emas. Musur titmasdan, bakalashga termasdan boshqa qismat yo'q ularga. 1-2 bo'lmaydi. 1 so'mga zor bo'lib, ota-onasini urgan 2 ta yigit bilan shu 100 turib, ko'pi bilan gaplashganman shulardan. 42-38 yosh onasini urgan. Mana shular xor bo'lib, juvarmay bo'lib ketdi. Bo'lib ketyapti, bo'ladi ham. Chunki Allohning va'dasi shu. Xudoy taolo va'budulloh va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qilgin, Allohga hech narsani shirk keltirmagin. Allohga ibodat qilish barobarida, shirkdan qochish barobarida seni hayotingni sababchi bo'lgan ota-onangga yaxshilik qilgin deb Xudoy taolo bitta oyatda amr qilyapti. O'ziga ibodatini, shirkda qochishlikni, ota-onaga yaxshilikni bitta oyatda, o'rtada uzilish yo'q, nuqta yo'q. Bu shunchaki narsa emas bu. Allohning amrini oyoq osti qildingizmi?
Ota-onangizga yaxshilik qilmadingizmi, Xudo sizni oyoq osti qiladi. Ikki dunyoda xor qiladi. Boshqa qismat, boshqa dunyo yo'q. Qorakalarimizga beramiz. Allohning kalomidan tilovat qilib, inshaalloh ustozlarimiz duo qilib beradilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kimga beramiz? Kalomni kim o'qib beradi? Siz o'qing. O'zingiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muhtaram birodarlar, mana juda ham chiroyli muhim suhbatlarni eshitdik. Hammalarimiz ham xatokormiz, lekin xatokorlar yaxshi tavba qiluvchilardir deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Mana ota-onasidan xizmatdan beparvo bo'lib turganlar bo'lsa, bugundan boshlab hoziroq xizmatlarni qilib duolarni olaylik. Jannat onalarning oyog'i ostida. Ota rozi, Alloh rozi degan mana muborak ko'rsatmalar bor. Shunga rioya qilib yashaylik. Mana kim yoshim katta bo'lib, meni ham farzandlarim xizmatimni qilsin deydigan bo'lsa, mana bugungi kunda ota-onasining xizmatini qilib, o'ziga, ya'ni ekkaningda o'rasan, yaxshi urug'ni ekib qo'yishimiz kerak ekan. Alloh taolo eshitganlarimizni eng yaxshilarga amal qiluvchilardan bo'lishimizga tavfiq bersin. Ota-onalar o'tib ketgan bo'lsa, mana xordamlar aytdilar, ularning haqqiga xayr duo qilishligimiz, namoz o'qishligimiz, yaxshi amallar qilib savoblar bag'ishlashimiz zarur ekan Parvardigor. Ana o'shani ham hammalarimizga o'tganlarimizga nasib etgan. Xususan sohiba hayrat va adman akamda ota-onalari, xonadon sohibalari, opamizning ota-onalari, yaqinlar, umidvorlar, barchalarning ruhlarini shod va mamnun aylagin, oxiratdan obod qilgin. Va xordomlar uzoqlarda mana himmat qilib kelibdilar, suhbatlarni ta'sirli qilgin, hammalarimizga bunga amal qiluvchidan bo'lishligimizni hammamizga nasib etgin, yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilgin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.
Allohim uzoq yaqindan tashrif buyurib bu manzilda yozilgan dasturxonni fayziga fayz qo'yib turgan barcha aziz mehmonlarimizni Allohim o'zing hidoyatingga boshlagin. Islomni nasib qilgin. Sen bormisan, yo'qmisan, islom albatta g'olibdir. Lekin bilib qo'yginki, sen islomsiz albatta mag'lubsan degan. Qayerda bo'lmasin islom yo'qmi, inson mag'lub, nafsiga, shaytonga mag'lub bo'lmasdan qolmaydi. Allohim barchalarimizni islom bilan ne'matlantirgin. Islom amallarni bizlarga oson qilgin, himmat bergin. Parvardigori olam xatolarimiz ko'p, kechirgin. Xudoyo mana shu aqiqalarga sababchi bo'lib turgan norasidalarni umr rizqlariga barakot bergin. Bugun xursand bo'lib ota-onalar mana Abdumalik dodalarimiz bosh bo'lib aqiqa to'ylarini qilyaptilar. Tez yillarda Allohim Qur'on to'ylarini qilishlarini Alloh nasib qilgin. Nikoh to'ylarini ko'rishlarini nasib aylagin. Dinimiz, vatanimiz, millatimiz, xalqimizga xizmat qiladigan shayx hazratlarning ishlarini davom ettiradigan alloma-i zamonlardan bo'lsin. Hammalarimizni farzandlarimizga insof tavfiq bersin. Ota-onaga mehribon qilsin. Xudoyo hammalarimizni ikki dunyoda yuzlarimizni yoriq, so'zlarimizni o'tkir, rizoingda hayot kechir nasib etdi. Allohim bu dunyo bizlar uchun o'tkinchi bir fursat. Ko'pchiliklarimiz umrimizni aksar qismini o'tkazib bo'ldik. Oxiratga, qabrimizga ozgina vaqt qoldi. Allohim bu dunyodan ketar kun, ketar soatlarimiz bor. Hech bir inson dunyoda qancha qolganini, qachon o'lishligini bilmaydi. Lekin seni oldingda yozilgandir. Allohim sendan yolborib so'rayman. Seni dargohingga safar qiladigan kun, safar qiladigan soatimizda bizlarni Azroil alayhissalom bilan joy namoz ustida uchrashtirgin, sajdada uchrashtirgin Parvardigor. Xizmat qilgan, osh pishirgan, choy qaynatgan, dasturxon zagan, mana bu stol-stullar rob kelgan barcha azizlarimizni, mana chiroyli duolar qilib bergan ustozlarimizni, tilovat qilib bergan qorakalarimizni hammalarini haq nazaridan, xalq nazaridan qoldirmagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi. Beraberinde bu ayda bir borçluk gerekti. Allah razı olsun. Hiç kafalarımızda kim yoktu. Hadi yapın ki de yürüyüşümüz gerek. Allah yaşlı adam. Allah kanatıdı. Yaşlı bir kal. Göz konuşsun. Hepsi adamlar.